Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Allohga berilgan shukrlar bo'lsin. 5-kunning sanasida yana bir ajoyib onajonimizni xursand qilgani o'sha bizga manzilimizga yetib keldik. Kuzatishda davom bo'linglar. Onajonlarning xursandligiga birgalikda sherik bo'lamiz. Assalomu alaykum. Jannat gullaridan bo'lgan onajonlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlarni ozgina bezovta qilaman, maylimi? Bugun bir farishtagina onajonimizni, mehribonimizni, qadrdonimizni xursandchilik kunlari, shodiyona kunlari ekan. Maylimi, avval ana shu insonga bitta chiroyli qarsakni balandroq chalsalaring, sekingina tabriklarimizni, chiroyli loyihamizni boshladik. Qo'lida guldastani onajonimiz bilan tanishib, qo'llarga berib qo'ysa maylimi? Keling onajonim, assalomu alaykum. Onajonim, mehribonim, sog'misiz, salomatmisiz? Allohning mana shunday barokatli kunlarda, fayzli kunlarda yorug' yuz ila siz bilan diydor ko'rishtirgan eng avvalo Parvardigorimga hamd sanolar bo'lsin. Hech qachon yuzingizdan kulgi tabassum arimasin. Bizdagi chiroyli ma'lumotlarga ko'ra bugun 59 yoshni 59 bahorni qarshi olmoqda ekansiz. Ilohim, niyat qilamiz, duo qilamiz. Bugun niyatlar, duolar, orzular ushaladigan kun. 60 yoshdan oshib, 70 yoshdan yetaklashib, 80 yoshdan sakrashib, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshga kirganingizda mana shunday kelib, qo'llarimizda chiroyli guldastalar bilan, chiroyli mikrofonlar bilan, chiroyli suhbatlar bilan tabriklash nasib ro'z aylasin deganlarda chiroyli qarsaklarni onajonimiz tomon chalamiz. Onajonim mana shu chiroyli guldasta, albatta jondan aziz suygan farzandlar bor ekan. Kelinglar jigarvandlar, chiroyli guldastalarni olib kelasizlar. Yana bitta ajoyib sovg'alarimiz bor. Sovg'alarimizni onajonimiz tomon eltib berishadi. Keling. Ey yashang, ko'z tegmasin. Albatta farzandlari, jigarvandlari, jondan aziz suygan o'g'illari Kalerjon akam bugun xizmat safarlari bilan boshqa shaharda o'zining chiroyli istaklarini yetkazishdi. Eng avvalo mana shu inson nomidan sizga uzoq umr, boqiy muhabbat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kalerjon akam yurakdagi chiroyli gaplarni, dil-sollarni yetkazishda sizni dunyolarcha yaxshi ko'radi. Sizni jannatlarcha yaxshi ko'radi. Shu ikki og'iz so'zimni yetkazing deyishdim men. Onajonimni bilib bilmay ko'p ranjitganman deyishdi. O'sha bilib bilmay qilgan xatolarimni, gunohlarimni onajonim kechirsin deyishdi. Lekin biz amin bilamiz, aniq bilamiz, biz onalarimizni ranjitsak ham, biz onalarni xafa qilsak ham, onalar hech qachon bizdan ranjimaydi. Hech qachon farzandidan o'ksinmaydi. Mana shunday farzandlarni har doim kechiradigan, farzandlarni har doim mehr ila ulashadigan jannat guli onalarimiz baxtimizga hamisha sog' salomat bo'linglar. Onajon, maylimi endi to'rt qator she'r aytib bersam. Onam desam zamonlarim ketgay jo'shib. O'z rizqini bizlar uchun bergay qo'shib. To'ylar qilib yelkasidan tog'lar tushib, onam bordir mening aziz shunday bo'lib, onajonim 59 yoshingiz, 59 bahoringiz bo'lsin quloq. Farzandlari, nabiralar bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Oilangiz podshosi farzandlar uchun qozi bo'ling. Niyat qildik. 63 yoshda Kalerjon akamni yetaklab hoji ona bo'ling. Onam bordir mening aziz shunday ulug', onajonim tavallud rayonlar xursandchiliklar bo'lsin quloq. Onajonim yana bir karra tavallud rayonlar xursandchiliklar muborak bo'lsin deymiz. Biz ijodkorlar kamina boshlovchi Muhammadjon qolaversa tabriknoma loyihasi sizni bugungi shodiyonangizga, bugungi quvonchli kunlaringizga ozgina o'zimizni hisamizni qo'shgan bo'lsak, o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Ilohim mana shu farzandlar baxtiga, eng avvalo Kalerjon akam baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing. Qalbingizdagi neki orzu niyatlar bo'lsa, Allohim hammasini ro'yobidan bersin. Endi men chiroyli istaklarni, tilaklarni yetkazdim. Maylimizdan ikki og'iz chiroyli istaklarni, tilaklarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni Kalerjon akamga yetkazsam, bu chiroyli suhbatlarimiz, tabriklarimiz Xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarga, YouTube ijtimoiy tarmoqlariga, Telegram ijtimoiy tarmoqlariga, tabriknoma kanaliga qo'yishadi. Kalerjon akamga aytolmaydigan, onalarga ham bolalarga aytolmaydigan gaplar bo'ladi. Ona boladan ozgina tortinar ekan. Bola ozgina onadan tortinar. Lekin ikkilasi ham bir-biriga bo'lgan muhabbati, Allohga bo'lgan muhabbat bilan
barobar ekan. Ikki og'iz onajon tilagini tinglaymiz, ha? Qani marhamat onajon. Assalomu alaykum. Onajonlarim, hammalaringiz xush kelibsizlar. Siz ham xush kelibsiz, rahmat sizga ham. Ko'p yashang. Endi onalar bolasiga nima derdi? Yaqin o'g'lim iloyim o'zidan o'zi ko'paysin. Buvalim juvolim bo'lsin, qo'llarim ko'p bo'lsin. Men uni juda ham yaxshi ko'raman. U meni qahramonlarim. Hamma bo'ladi. Desam, kamchiligi bo'ladi. O'ziga yarasha hammamizni ham o'zim mana boqishga qilyapman. O'zimga yarasha kamchiligim bor. Bolalarimdan men hech qachon xafa emasman. Bolalarim iloyim baxtli bo'lsin, oilalari bilan hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, zamonamiz tinch bo'lsin. Chetda meni hurmat qilib kelgan bolalarim hammalari sog' salomat bo'lsin, zamonamiz tinch bo'lsin. Enalarim, singllarim hamma sog' bo'lsin. Sizlar hammalariga rahmat, egalariga rahmat, sizga ham rahmat, iloyim sog' bo'ling, bolalaringiz bilan sog' salomat bo'ling. Bolamdan men hech qachon xafa emasman, bolajonim. Men seni kechirgan narsa, men hech qanaqa nima qilmagansan. Sog' bo'l, salomat bo'l, ishlaring davom et. Xudo xohlasa mana kelinim yo'q, ikkita qizchasi bor. Xudo xohlasa o'g'ilchalik bo'lsin, o'g'il to'ylarga keling, chiroyli dasturxonlarga o'tiraylik. Yana nasib qilsa sizni o'g'lim chaqiramiz, xizmat qilasiz. Hammalaringga rahmat, xush kelibsiz. Ey yashang onajonim. Men ko'p gapiraman desam, onajonni o'zim gapirib ekan. Tasdiqmas onajon. Endi chiroyli tilaklarni, tabriklarni, yaxshi niyatlarni yetkazdik onajonim. Ilohim mana shu bugun faqat sizga yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar, ezgu tilaklarni yetkazadigan kunlar. Chiroyli istaklarni, chiroyli duolarni yetkazadigan kunlar. Nur yog'lar yuzingizdan, nur yog'lar yuzingizdan o'rgilayin o'zim sizdan ona qariyapman demang, so'lib boryapman demang. Yugurganim chopganim, dunyolardan topganim fido bo'lsin bu jonu tanam, onajon qariyapman demang, so'lib boryapman demang. Onasi bor odamning bu dunyoda g'ami yo'q. Armon netar tashvishlar hech kimsadan kam yo'q. Bolam sani meni qornim to'q degan so'zlarini eslab bugun ko'zlarimdan ham yolg'on ekan bu so'zlar. Meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam, lekin sovuqdan bir qatrasa ham meni o'ylarkan onam. Mana shunday farzandlarni o'ylaydigan onajonlarimiz baxtimizga sog' salomat bo'ling. Endi agar novoda mana shu dugonalardan chiroyli istaklarni, tabriklarni bildiramiz deslaring, kelib ikki og'iz tabriklarni bildirasizlar. Chiroyli esdaliklar bo'lib qoladi. Xudo xohlamiz bormi? Xudo xohlamiz bor ekan. Xudo xohlamiz bilan qayerda ko'rishganmiz, ha? To'ydami? Ey yashang, qarang. Tog' bilan uchrashmaydi, lekin odam bilan uchrashar ekan. Onajonlarimizga ikki og'iz chiroyli tilaklarni, tabriklarni tinglaymiz. Bugun tarix zarvarqalariga taqdim qilamiz. Xudo xohlasa, qani marhamat. Tabriklaymiz. O'zingiz bitta she'r bilan boshlab bering. Ey yashang, mayli, chiroyli suhbatlar bilan qani marhamat. Avvalambor uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Dunyo turguncha tursin. Bolalarni hamma orzu havaslarini qo'ysinlar. Mana shunday chiroyli bo'lgani hammamiz birga bo'laylik. Daryojon sog' salomat ishlab kelsin ilohim. Bolalarni orzu havasini qo'ysin. Xudo muvaffaqiyatga erishishga Xudo nasib qilsin ilohim. Hamma yaxshi niyatlarim shular. Дорогая Улечка, ты моя родная, милая подруга, уже почти 25 лет. Я тебя очень люблю. Поздравляю тебя от души с днем рождения. Желаю тебе счастья огромного, здоровья, чтобы почаще все собирались, все твои родственники. Спасибо всем огромное. Сыну спасибо, что собрал нас здесь. Чтобы те внуки любили, дети любили, чтобы все твои желания сбылись. Никогда не болела, всегда улыбалась. Будь дорогая и счастлива. Keling onajon. Assalomu alaykum aziz mehmon va singil
shukrona kunlarida o'tib ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib, ularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelajakda qator solim soliha o'g'illarni Xudo yetkazsin. Mana shunaqa qilib yig'ilishib, to'yxonalarda mana shunaqa qilib yana yig'ilishaylik. Yana shu qavmiz xizmatda bo'lsinlar. Dunyo qurganda go'zal, yurak qurganda go'zal. Hamma vaqt kulib yuraylik, yuraklarimiz qurganda go'zal. Ey yashang do'stlarimiz, onajolar. Istaklaringiz sizlarga bormi yana? Agar Navoda Rizqonlarni tabriklar, ana, kelin boshliqlari taqdim qilaman. Assalomu alaykum. Bu yerga yig'ilgan bamdi mehmonlari xush kelibsizlar. Bamdi bugun shukrona kunlari tabriklayman. Sog'lik, umringiz so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Xayru hasad izlasa uyingizni topmasin. Osmonangiz xatlab o'tsin. Mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Tinchlik, sog'lik, baxt, omad. Ey yashang. Bugun hammaning ko'zlarida quvonch ko'z yoshlari. Ana shu quvonch ko'z yoshlari hech qachon ham ko'z yoshlariga almashmasin. Hamisha mana shunday quvonch ko'z yoshlari sizlarning onajonlarimizning ko'zlaridan tark etmasin. Onajon, ikki og'iz. Qani. Avvalo assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilganlar, havo xush kelibsizlar. Mana bugun opam Gulbinni tavallud kunidan tabriklayman. Ilohim umringiz uzun bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo qo'llaringizni baxtiga, onajoningizni salomat salomatlik, umringizni uzoq qilib, iymoningizni mustahkam qilib, iloho hajlarga nasib qilsin Parvardigor iloho. Alloh subhanahu va taolo ballalaringizni baxtiga hamma vaqt xursand qilsin sizga. Ballalaringiz salomat salomat bo'lsin, qo'shlar bilan qo'shaqur bo'lsin hammasi. Qo'shlari bilan qo'shaqur bo'lib, jannatda ham birga bo'lsin qo'shlari bilan. Iloho Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyanın saodatini bersin sizga. Qo'lingizda nima orzu umidlaringiz bo'lsa, Alloh subhanahu wa ta'ala iloho ijobat qilsin. Iloho ko'p yillar ana shunaqa xursandchilik dasturxonida yor do'stlar bilan birga qilsin. Iloho amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب Sog' salomat bo'lsa, ozgina vaqtlaringni oldik, uzrlarimizni so'raymiz. Tug'ilgan kunni Xudo xohlasa chot-ko'z o'tkazsa, bugun Turush va konfet xizmatlaringda bo'ladi. Navoda chiroyli, lazgi, chiroyli qo'shiq kerak bo'lsa, Islom akaga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bugun onajonlarimiz xursandchilik uchun Turush va konfet xizmatlaringda bo'ladi. Sog' salomat bo'ling.